Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun mushu vaksina unum berib o'tamdi degan temada vaksinaninki unumi va qaysi vaksinaning texmi unumlik ekanligi to'g'risida qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Hammanglarning diqqat berishini umid qilaman. Bu resimde ko'rsatilgani butun dunyodagi vaboning kundalik ko'payish ahvoli bo'lib, ko'rayotganinglardek bu 2 oyninki o'tirlarda butun dunyodagi vaboninki kundalik ko'payish ahvoli biroz tuvalligan bo'lsa-mu, uningdan keyin mushu vaksina emlanishninki om'ilishiga ergishib bu bütün dünyadaki vabanın gündelik köpüş ahvali görüyotganinglardek günden günge ig'irlashib, mushu birinchi oydagi eng ig'ir ahvol bilan tenglashdi hozir. Shu sababdan bir qism qarindoshlar menga ayrim uchur yo'llab bu vaksinaning zodi unumi bo'layotamdi. Nima uchun bu vaksina emlangandan keyin vabo kontrol bo'lmay, aksincha texmi ig'irlashib ketyotidi degan savollarni so'ragan bo'ldi. Men u qarindoshlarniki bu savoliga javoban bu leksiyani so'zlab ba'zi uchurlarni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Hozir bütün dünya miqyosida jami 175 davlatda tövandikidek 9 xil vaksina o'xshamagan doirada emlashga boshlagan bo'lib, ularning ichida eng dastlabda bozor kirgani Amerika bilan Germaniya birlashib ishlagan, ya'ni Pfizer bilan BioNTech'ninki vaksinasi, undan qilib qolsa Moderna'ning vaksinasi. Bu ikki vaksina hozir qadar nisbatan eng unumlik deb qaralgan vaksina bo'lib, uningdan boshqa Amerika bilan Belgiya ishlab chiqargan, birlashib ishlab chiqargan, ya'ni Johnson & Johnson shirkatininki vaksinasi. Bu vaksinaninki o'zlari e'lon qilgan unumi 61% dan 72% deb qaralgan bo'lsa-mu, biroq ba'zi davlatlardagi bir qism bemorlarda qon uyushib qilishdak ig'ir oqibatlarni keltirib chiqarganlik uchun Amerikani o'z ishiga olgan bir qism davlatlarda bu vaksinani ishlatishni vaqtincha to'xtatdi. Undan boshqa Angliyaning Oxford AstraZeneca shirkati ishlab chiqargan vaksinasiniki o'zlari e'lon qilgan unumini 82.4% deb e'lon qilgan bo'lsa-mu, biroq u vaksinami shu oldiga ulab bir necha qitim masala ko'rilgachga, bo'libmi yaqinda ba'zi bemorlarda qon uyushib qilishdak ig'ir oqibatni keltirgachga bir qism davlatlarda u vaksinani ishlatishni vaqtincha to'xtatdi. Undan qilib qolsa Rossiyaninki Sputnik V degan vaksinasi, u vaksinaning unumini o'zlari 91.6% deb e'lon qilgan. Bu vaksinami shu Rossiyani markaz qilgan burunqi sotsialistik mamlakatlar, ya'ni kommunistik mamlakatlarda asos qilib emlanmoqda. Undan qilib qolsa Hindistonninki ishlagan Covaxin degan vaksinasi, bu vaksinaning dastlabki qadamdagi unumininki 81% ekanligini o'tirib qo'yilmoqda. Undan boshqa Xitoyninki 3 shirkati, ya'ni 4 yerdagi zavodda ishlagan 3 shirkati ishlagan vaksina. Birinchisi CanSino, bu vaksinaninki hozir qadar e'lon qilgan unumi 65.3%. Ananda yana birisi Sinopharm. Bu vaksinaninki hozir qadar e'lon qilgan unumi 72.5%. Anandan keyin Sinovac shirkatiniki CoronaVac degan vaksinasi. Bu vaksinaning unumi hozir dastlabda Turkiya 91% deb e'lon qilgan bo'lsa-mu, lekin bu vaksinaninki hozirgi unumininki 50.4% ekanligini aytib, tuvanligi o'tirib qo'yilmoqda. Mana bular hozir
bütün dünyadaki 175 devlette o'xshamagan darajada emlanayotgan 9 xil vaksina. Bu rasmda ko'rayotganinglar shu hozir butun dunyoda eng ko'p vaksina emlagan bir qism davlatlar bo'lib, bularning ichida eng ko'p vaksina emlangan davlat Isroiliya, ya'ni bu Isroiliyada 60% dan ortiq nüfusning 60% ortiqi allburun vaksina emlanib bo'lgan. Uningdan qilib qolsa, Angliyada 50%ga yaqin odam vaksina emlangan. Undan qilib qolsa, Chilidimi 40%ga yaqin odam vaksina emlangan. Undan qilib qolsa, Amerikadami hozir bir qitim urganlar 40%ga, ikki qitim to'liq urib bo'lganlar 30%ga yaqinlashdi. Andan keyin Bahrayn, Vengriya, Serbiya, Germaniya, Turkiya, Braziliya, Hindiston, Rossiya degan davlatlardami asosan nüfusninki 5-6% dan taxminan 30%gachilik odam vaksina emlangan bo'lib, bular hozir qadar shu 175 davlat, ya'ni vaksina emlayotgan 175 davlat ichida nisbatan ko'proq vaksina emlagan davlatlar hemen tövende bu davlatlarda emlanayotgan bu vaksinaninki unumini yani vaksina emlangandan keyin bu vabanın kontrol bo'lish ahvolini sizlar bilan qisqacha o'rtoqlashib o'tmoqchi. Ko'rayotganinglar bu hozir butun dunyoda vaksina emlash ahvoli eng yaxshi bo'lgan, ya'ni 60% dan ortiq nüfusda vaksina emlangan İsrailiyadagi vaboning kundalik ko'payish ahvoli bu rasmda ko'rayotganinglardek shu İsrailiyada vaksina emlanishga boshlagandan keyin bu vaboninki ko'payish ahvoli ko'zga ko'rinarlik darajada tövelligen, yana mundaq aytgan vaqtida bu İsrailiyada emlangan vaksinaninki unumi alayda yaxshi bo'lgan. Bu İsrailiyada emlanayotgan vaksina faqat va faqatla shu Amerikada ishlangan Pfizer bilan shu Moderna'ningki vaksinasi bo'lib, İsrailiya boshqa vaksinalarni emlamagan, faqat mush ikki xil vaksina orqali hozir nüfusninki 60% dan ortiqini vaksina emlab bo'lganligi uchun bu İsrailiyada bu vabo ko'zga ko'rinarlik darajada kontrol bo'lgan. Undan qolib qolsa, men yuqorida deb o'tgandagidek Angliya demo vaksina emlash ahvoli eng yaxshi, eng yuqori bo'lib, Angliyada jami 3 xil, ya'ni Pfizer, Amerikaning Pfizer, Moderna va o'zininki Oxford vaksinasini emlayotgan bo'lib, yaqindan buyon Oxfordniki vaksinasida ba'zi masala ko'rganligi uchun oldi keyin o'ylab bir necha qitim vaqtincha to'xtatgan. Shunlashqa Angliyada urilayotgan vaksinaninki asosliqisi Pfizer bo'lib, uningdan kelib qolsa Moderna, yana bir qismimizniki xabar olgandagidek bu Angliya Pfizer vaksinasini tunji bo'lib tasdiqlagan davlat, ya'ni Amerikadanmi burun tasdiqlab, Amerikadanmi burun urushqa boshlagan. Shunlashqa ko'rayotganingdek Angliyada bu vaboning kundalik ko'payish ahvoli ko'zga ko'rinarlik darajada tövelligen.
Bu resimdikisi Amerika'nınki, Amerika'daki vabanın gündelik köpüş ahvali bulup, men yuqori degandekidek, Amerika'da hazır bir tal vaksina uzgan adam 40%ga, anandan keyin to'liq urib bo'lgan, ya'ni 2 talni to'liq urib bo'lgan odam 30%ga yaqinlashgan bo'lib, bu Amerika'daki vabanın gündelik köpüş ahvalimi gerçi İsrailiya ve Angliyadek yaxşı kontrol bulmagan bolsunmu, biroq eng ig'ir vaqti, ya'ni birinchi oydagi mezgilga nisbatan ko'z ko'rinarlik darajada kontrol bo'lgan. Demak, hozir emlanayotgan bu Pfizer bilan Moderna'nın vaksinasi gerçi bu virusninki yeni türge ancha unumi bo'lmasligi mumkin deb qaralgan bo'lsa-mu, biroq umum jihatdan aytgan vaqtida yana ko'z ko'rinarlik darajada unum bergan. Shu sababdan bu vaksina emlash ahvoli biroz yaxshi bo'lgan davlatlarda bu vaboninki tarqash ahvoli ko'z ko'rinarlik darajada tuvanlagan. Hamda Amerika'nınki mush kasallik kontrol qilish idorasininki doklatiga asoslangan vaqtida Amerikada 4 oyning 14 kuniga qadar to'liq vaksina emlab bo'lganlar 78 million odam bo'lib, ularning ichida jami 5800 odam bu virus bilan qaytadan yuqumlangan, ya'ni yuqumlanish nisbati taxminan 0,0074%. Nəhayət tövən, yəni qayta yuqumlanish nisbati nəhayət tövən bo'lgan. Ularning ichida 396 odam u vaboga giribtor bo'lib, jami 74 odam u vabo tufaylidan o'lib ketgan. Mundaqcha aytgan vaqtida bu vaksina emlaganlar bilan vaksina emlamaganlar orasida osmon zamin farq bo'lib, vaksina emlangandan keyin garchi bir qism odamlar, ya'ni 78 million odam ichidan aran 5800 odam kasal yuqtirib, 396 odam kasal bo'lgan bo'lsa-mu va 74 odam vafot bo'lgan bo'lsa-mu, biroq vaksina emlamaganlarga nisbatan bu nihoyatda oz son bo'lib, alohida e'tiborga ilishga arzimaydigan son. Ya'ni mundaqcha aytgan vaqtida bu vaksinaninki unumi haqiqatan bo'layotgan gap. Hamda men burunqi leksiyalarimda ta'kidlab o'tgandekidek, bu vaksinaninki bir davlat yoki bir rayondagi haqiqiy unumi, ya'ni bu vaboni kontrol qilishdagi haqiqiy unumi mushu yerimdan ko'p nupus, ya'ni vaksina emlanganda bo'lib bak 60-70%dan ortiq odam vaksina emlangan vaqtida anandan keyin bu vabo rasmiy turda kontrol bo'lishga boshlashi mumkin. Lekin hozir ko'rayotganinglardek yuqorida men deb o'tgan Isroiliyada 60% dan ortiq, Angliyada 50% atrofida, Amerikada 30-40% odam vaksina emlanganligi uchun bu uch davlatda nisbatan aytgan vaqtida bu vabo ko'z ko'rinarlik darajada kontrol bo'lgan. Endi men tövəndə mushu vaboninki tarqash ahvoli yanada ig'ir bo'layotgan bir necha davlatlardagi ahvolni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Uning birisi Chili degan davlat bo'lib, bu davlatda hozir vaboninki tarqash ahvoli biroz ig'ir bo'lmoqda. Bu davlatda gerçi 30-40% odam vaksina emlagan bo'lsa-mu, biroq bu davlatda asosliqi Xitoyninki vaksinasini asos qilib emlagan. Albatta boshqa Pfizerning vaksinasi bor ekan, lekin bu 90% vaksina, emlangan vaksina Xitoyning vaksinasi bo'lgan. Shu sababdan balkim
Shu sababdan bu vaboning kontrol qilishi ko'z ko'rinarli darajada bo'lmagan bo'lishi mumkin deb qarayotganlar bor. Bu mushu Xitoyda ishlagan vaksinani emlagandan keyin bu Chilidagi vaboning kundalik ko'payish ahvoli. Bu bo'lsa Bahrayndagi vaboning kundalik ko'payish ahvoli bo'lib, ko'rayotganinglardagidek bu Bahraynda vaboning ko'payish ahvoli kundan-kunga ig'irlashib ketgan. Ko'pincha bizning xabar olgandagidek, Bahraynmi mushu asosliqi Xitoyda ishlangan vaksinani urayotgan davlatning birisi. Endi bu yerda mushu Xitoyda ishlangan vaksinani asos qilib urayotgan davlatlardagi bu vaboning kontrol qilish ahvoliniki nacharlash bo'lganligi yoki bu vaboning tarqalish ahvolining kundan-kun ig'irlashib ketishini ko'pincha kishilar mushu emlayotgan Xitoyda ishlagan vaksinaninki unuminiki bo'lmayotganligi deb qaramoqda. Bu Turkiyadagi vaboninki kundalik ko'payish ahvoli. Bu Turkiyami asosliqi Xitoyda ishlagan vaksinani asos qilib emlayotgan bo'lib, Turkiyada ko'rayotganingdek vaksina emlash 2021-yili 1-oyning 14-kunisi boshlangan. Shu kundan e'tiboran bu vaboninki tarqalish ahvoli aslida tövəllashga qarab minishdan qaytadan ig'irlab ketish ahvoli bo'lgan. Bu haqdami nurg'un qarindoshlar menga ayrim uchur yo'llab, bu nima sababdan, bu Xitoyda ishlagan vaksinaning unum bo'lmaganligi sababidanmi yoki vaksinaninki o'zi bu vaboni tarqatyapti degandagidek savollarni so'ragan bo'ldi. Meningcha bu vaksinaniki unum bo'lmaslik sababidan deb qarashqa bo'ldi. Chunki Turkiyada hozir qadar 10 necha % odam vaksina to'liq emlab bo'lgan bo'lib, bu insonlar balkim men vaksina emlab bo'ldim deb biroz xotirjamlik his qilgan, oladigan tadbirlarni burunqidan bo'shashtirgan bo'lishi mumkin. Biroq u vaksina u odamlarni qo'g'dash unumi bo'lmaganligi uchun, ya'ni u vaksinaniki u odamlarni qo'g'dayolmaganligi uchun u odamlarda yuqumlanish burunqidan ig'ir bo'lgan bo'lishi, shu sababdan Turkiyadagi vaboning kundalik ko'payish ahvoli kundan kunga ig'irlashib ketayotgan bo'lishi mumkin. Qisqacha aytgan vaqtida meningcha buningki asosli sababi Turkiyada asos qilib urayotgan Xitoyda ishlagan vaksinaninki unum bermasligi, ya'ni vaksina emlaganlarni qo'g'dayolmaslik sababidan Turkiyada bu vabo kundan kunga ig'irlashib ketgan deb qarashqa bo'ladi. Ko'rayotganinglar bu Hindistondagi vaboning kundalik ko'payish ahvoli bo'lib, hozir Hindiston dunyoda bu vabo eng tez ko'payayotgan davlatniki birisi. Kunlik ko'payish ahvoli taxminan 200 ming atrofida bo'layotidi. Endi buning asosiy sababi balkim ikki tarafdan bo'lsa kerak. Birinchisi, Hindistonda nüfus dünya bo'yicha Xitoydan qolib qolsa eng ko'p bo'lib, vaksina emlash ahvoli nisbatan tuvan. Hozir taxminan bir necha %li odam vaksina emlangan bo'lib, ularning ichida asosliqi Hindiston o'zi ishlagan vaksina bilan Oxford da ishlagan vaksinani emlagan. Bundan boshqa Rusiyaning ishlagan vaksinasi bor ekan, lekin Hindistonda hozir qadar Pfizer bilan Moderna'ning vaksinasini emlaydigan ahvol yo'q.
faqatla o'zininki vaksinasi bilan Angliyaniki vaksinasini asos qilib emlayotgan. Balkim shu sabablardan Hindistonda bu kasallikni tarqalish ahvoli kundan kunga ig'irlashib ketayotgan bo'lsa kerak. Bu jihatda Hindiston alohida jiddiy qarab, aslida o'zida ishlayotgan vaksinalarni atrofidagi boshqa davlatlarga yordam hisobida berayotgan bo'lsa, hozir sirtdan boshqa davlatlardan vaksina import qilib, bu vaksina emlashni tizlitish qaroriga kelmoqda. Hamda hammalar bilgandekidek, Hindiston dunyoda nüfusi eng ko'p davlat bo'lganligi uchun agar bu davlatda bu vabo tez kengayib ketsa yoki vaqtida kontrol bo'lmasa, dunyo iqtisodiga zo'r darajada ta'sir ko'rsatishi mumkin. Oxirida men mushu Uyg'urlar bilan munosabatlik bo'lgan yoki Uyg'urlar ko'proq yashaydigan bir qism davlatlarda emlayotgan vaksinalarni qarindoshlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Buning asosli sababi har qaysi qarindoshlarningki o'z yashayotgan davlatlarda qaysi davlatning vaksinasini emlayotganligini bilish orqali agar tanlash fursati bo'lib qolsa, meningcha yaxshi vaksinani tanlash kerak. Hamda ko'pinchimizning xabar olgandekidek, bu yerda birisi vaksinaning unum masalasi, yana birisi vaksinaning bexatarlik masalasi bo'lib, Amerikaninki Johnson va Johnson degan şirketi bilan bu Angliyaning Oxford AstraZeneca degan şirket ishlab chiqargan vaksinada ig'ir yomon oqibatlar kelib chiqqanligi uchun bir qism davlatlarda uni vaqtincha to'xtatganligini e'lon qildi. Undan boshqa shu Xitoyda ishlagan va Hindistonda ishlagan vaksinaniki unuminiki uncha yaxshi emasligi o'tirg'i chiqyotidi. Shunglashqa agar qarindoshlarda tanlash fursati bo'lib qolsa, meningcha yanala Amerika bilan Germaniya birlashib ishlagan Pfizer BioNTech'niki vaksinasi bilan Amerikaning Moderna şirketi ishlagan vaksinasini emlashni umid qilaman. Hamda Amerikada faqatla shu Amerika o'zida ishlagan 3 xil vaksina Johnson Johnson, Moderna hamda Pfizerning vaksinasi emlanyotidi. Johnson Johnsonning vaksinasini vaqtincha to'xtatdi hozir. Avstraliyada bo'lsa, shu Oxford AstraZeneca bilan Pfizer 2 xil vaksina asos qilib emlanyotidi. Yevropa birligida, ya'ni G'arbiy Yevropa va Shimoliy Yevropada shu Moderna, AstraZeneca, Oxford AstraZeneca, Pfizer 3 xil vaksina emlayotgan bo'lib, bir qism davlatlarda Oxford AstraZeneca'ning vaksinasini vaqtincha to'xtatdi. Kanadadami o'xshashla shu Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Oxford AstraZeneca 3 xil vaksina asosli emlanyotidi. Angliyada shu Amerikaninki Pfizer bilan o'zininki Oxford AstraZeneca 2 xil vaksina emlayotidi. Biroq Oxford AstraZeneca vaksinasiniki ba'zi yomon ta'siri ko'rilganligi uchun oldiga aylanib bir necha qitim vaqtincha to'xtatgan. Yaponiyada Amerika bilan Germaniya birlashib ishlagan, ya'ni Pfizer bilan BioNTech'ning faqatla bu vaksinasi va Qozog'istonda Rossiyaning vaksinasi, Qirg'izistonda Xitoyning vaksinasi, Malayziyada Xitoyning vaksinasini asos qilib, anandan keyin bir qism Pfizerning vaksinasini emlayotidi. Yangi Zelandiyada bo'lsa, asosliqi Pfizerning vaksinasi, Pokistonda bo'lsa, Angliya bilan Xitoyninki Rossiyaning vaksinasi, lekin uning ichida asosliqi Xitoyniki Sinopharm vaksinasi, undan qilib qolsa Rossiya bilan Oxford AstraZeneca'ning vaksinasi, Hindistonda bo'lsa o'zininki Covaxin degan bilan Angliyaning Oxford AstraZeneca vaksinasi, Rossiyada o'zining vaksinasi, Saudiya Arabistonda Angliya bilan Amerikaniki vaksinasi, Turkiyada
Xitoyninki vaksinasini asos qilib, bir qism az doktorxonalarda Pfizer'ninki, ya'ni Germaniya bilan Amerika ishlab chiqargan Pfizer-BioNTechning vaksinasini emlayotidi, lekin asosliqi yana Xitoyning Sinovac degan shirkatninki vaksinasi. Arab xalifaligida bo'lsa, Angliyaning Pfizer'ning, Xitoyning Sinopharm Beijing, Sinopharm Wuhan va Rossiyaninki vaksinasini emlayotidi Arab xalifaligida. Ularning ichida asosliqi yanada Xitoyninki Sinopharm shirkatininki vaksinasi. Isroiliyada Amerikaning ikki shirkatining Moderna bilan Pfizer'ninki vaksinasi. O'zbekistonda Oxford'ninki vaksinasi, Oxford AstraZeneca'ninki vaksinasi. Shveysariyada shu Amerikaninki ikki vaksinasi. Bular shu men Uyg'urlar bilan biroz munosabati kuchli deb qaralgan bir qism davlatlardagi vaksina emlash ahvoli. Yevropa, Avstraliya, Kanada, Yaponiya degan davlatlarda asosliqi Amerikaninki vaksinasini emlayotganligi uchun meningcha bu davlatlarda cho'ng mas'ul yo'q. Andan keyin O'rta Sharq bilan O'rta Osiyoda agarda qarindoshlarga tanlash fursati bo'lib qolsa, amal bor Amerikaninki vaksinasini emlashni umid qilaman. Bugungi vaksina to'g'risidagi bu leksiyani men mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglar ko'p rahmat. Xayr, xo'sh, ko'rishishcha omon bo'linglar. Kelaqtim ko'rishaylik.